Vuling bardosh haqida ma'lumot. Motor 1.2 motor bo'ladi, konditsionerlari bor. Mashina yig'ilishi juda ham sifatli, Damas'lardan farq qiladi. Konditsionerlari bor, rullari gidravlika. Tashqi jihatdan Damas'ga o'xshaydi, eniga sal kengroq bu mashina. Hadoylari yaxshiga o'xshayapti. Mana eshiklarni ochilib yopilishi ham juda ham aqlli holatda. Damas'lardan ko'ra sifatliroq yig'ilgan bu Vuling. Xitoy mashinasi hisoblanadi, lekin O'zbekistonda hozir menimcha yig'ilyapti bu mashina. Barcha ma'lumot mana shu mashinalarda bor. Asaka Motors tomonidan hamma narsasi mavjud. Motori bunda ham Damas'ga o'xshab sidenaning tagida joylashgan. Antifrizlar motori ichida ekan, kapoti ochilar ekan. Konditsioner hamma narsa bor. Sidenalar juda ham qulay. Orqa oldiga bo'yapti. Avarinkalari, tepasida tablolari ham juda ham individual holatda. Kevraslar xudo xohlasa sotuvda mavjud, soni cheklanmagan holatda.